Ketanol 3-o'rinda. Bu kuchli yallig'lanishga qarshi mayz bo'lib, og'riqni tez qoldiradi, lekin buni kamchiligi oshqozon va teriga nojo'ya ta'siri juda ham ko'p. Indometacin 4-ga bel og'riqlarida, artritlarda yaxshi yordam beradi, lekin nojo'ya ta'siri ko'p allergik holatlar kuzatilgan. Diklofenak 2-ga keng qo'llaniladigan og'riq qoldiruvchi mayz bo'lib, bel va bo'g'im og'riqlarida yaxshi yordam beradi, lekin kamchiligi buni uzoq vaqt ishlatish mumkin emas. Zepar 5-o'ringa. Nimaga 5-o'ringa? Chunki Zepar hidi juda ham o'tkir va ta'sir kuchi kamroq boshqa og'riq qoldiruvchilarga nisbatan. Jivakosta 1-ga. Bu tabiiy asosli mayz bo'lib, to'qimalarning tiklanishiga, shishlarni kamayishiga, og'riq qoldirishda juda ham yaxshi yumshoq ta'sir ko'rsatadi. Bu aytib o'tgan barcha mayzlar og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishni kamaytirishga asoslangan mayzlar bo'lib, shaxsan men praktikam davomida bu mayzlar bilan ishlab kelganim uchun shunday o'rinni belgiladim.